Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Ammo birinchi videoda qo'ydik, ko'rdim, faolligilar yaxshi. Maza qildim, bo'lar ekan. Meni shunchasi anaqa podдержка qilargani rosa xursand bo'ldim. Ash videoda aytdim, birinchi videoda ko'rgan bo'lsanglar, moltini, taomlarni ta'mini onlayn yetkazaman deb. Shuni onlayn yetkazishga harakat qilaman. Biz Andresda asakaliklar biladi, lekin Anjam marhamat bo'lganlar bilmayotgan. Men hozir bu videoda Anjamdan kelayotganlarga tushuntiraman. Shu Anjandan kelishdali eski otimiz bo'lardi. Hozir o'rniga trekker qo'yib qo'yganmiz. Ashidan shuni o'ngga burilasizlar. To'g'ri kelsanglar, palinkadan o'tgandan keyin Oxonota montxonasi. Dastavkamiz yo'lga qo'yganmiz. Dastavkani mana mana shu mashinada 3 ta 7 talik mashinada mana o'zim tashlab beraman. 3 ta 7 talikda 4 ta 7 dan tashlab beraman deymi? Yullar endi onlayn ta'minini ko'raylik, maza qilaylik bir. Aka meni bitta akam bor, qadrdon, uncha akam, sotadigan aka. Aka mana sizga men adresni atay, siz uchun tushuntirdim o'zi. Shu kelmasangiz bo'lmaydi, endi uyat bo'lar. Aytmoqchi Azamjon, mana ko'pchilik Azamjon so'rayapti. Azamjon mana shu yerda. Azamjonda qilib qo'yish yo'q. Assalomu alaykum. Montxona olib kiring, Azamjon men bu ta'minni ko'rsatay. Kelgandan keyin men kirib o'tib joylashib, chiqa olay. Shinamgina muhitda o'zimizning firmini guljanonlar. Buni eski klientlarimiz biladi, firmini lozilar. Shular bilan hozir mana mezdagi montni ko'rsataman. Azamjon ham keling endi montida. Qadrdonlar mana mont keldi. Montini eng bezagi murch bo'ladi, bilasizlar. Murchdan sepib mana. Ana. Menga murch men deydiganlar adashasizlar. Murch yaxshi narsa. Eng muhimi montni qoshiqda yelkada yemaydi, qo'lda yeydi. To'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Voh. Qadrdonlar. Qadrdonlar. So'llarni ko'rib ko'rasizlar mana. G'ij-bij so'l mana. Kelinglar endi bismillahirrohmanirrohim. Endi hozirlashing. Endi buni men kommentariyada aytishatdi, sen xohlasang ham, xohlamasang ham maqtaysan deb. Asal kommentariylarga uzoq qolmasligi uchun, anaqa hojat qolmasligi uchun kelib o'zingizlar ham yeb tatib ko'rsanglar. Bilasizlar, men yolg'on gapirmayotganim. Hali ham qarab o'tiribsizlar. Kelavering endi. Siz kutyapsiz, shuncha videolar qilib, harakat qilib, shuncha montalar pishirib. Kelaverish kerak, o'ylanmang. Onlayn yetkazish maqsad bo'lsa kerak endi menimcha, qadrdonlar. Rahmat sizlarga.